Qalb kaliti. Hayotxon Qurbonova. Ruh nafsim hojasi. Inkor etilgan haqiqat. Ilmi toliblaridan biri bilan suhbat. Jon, dil, ruh haqida bahslashib qoldik. Qur'oni Karimni ikkimiz ham o'qigan bo'lsak-da, lekin xulosalarimiz turlicha edi. Uzoq bahslashmay tortishganim uchun undan uzr so'radim. Lekin bu suhbat bir necha oy menga tinchlik bermadi. Yaqinda uzoq vaqt inkor etilgan haqiqatni Alloh ko'magida tasdiq etdim. Aziz zamondoshim, siz bilan o'rtoqlashay, balki tafakkuringiz shu haqiqatni tasdiq etar. Erkingiz o'zingizda. Qur'oni Karimning 23-Mo'minlar surasi 14-78 oyatlarida shunday marhamat qilinadi. So'ngra bu nutfadan lahta qonni yaratib, lahta qondan parcha go'shtni yaratib, parcha go'shtdan suyaklarni yaratib, bu suyaklarga go'sht qopladik. So'ngra unga jon kirgizib, avval boshdagi bir tomchi suv nutfadan butunlay boshqa bir jonzot holida paydo qildik. Bas eng go'zal yaratuvchi, ya'ni yo'qdan bor qiluvchi bo'lmish Alloh barokatli buyukdir. Alloh sizlar uchun quloqlar va ko'zlarni, dillarni paydo qilgan zotdir. Sizlar esa kamdan kam shukr qilursizlar. 32-Sajda surasi 9-oyat. So'ngra uni inson qilib rostlab ichiga so'z dargohidan, jondan kiritdi. 38-Sod surasi 71-72 oyat. Eslang, Parvardigoringiz farishtalariga degan edi: albatta men loydan bir odam yaratuvchidirman. Bas qachon uni rostlab, unga o'z ruhimdan puflab kirgizganimdan so'ng unga sajda qilgan hollaringizda yiqilinglar. Bir o'ylab ko'ring, jismimiz jism, jon va ruh birligidan iborat ekanda. Jism bu zaminda yashaydi. Qo'l-oyoqlar, tili, quloqlari, ko'zlari bilan hayotni anglaydi. A'zolar yordamida harakat qiladi. Jismdagi jonning vazifasi nimadan iborat ekan degan savol tug'iladi. Jism ichida hislar mavjud. Biron bir hodisani avval his qilamiz, so'ng jismimizda uni harakat vositasida ko'rsatamiz. Masalan, jonimiz xafalikdan qiynalsa, yuzimizni ma'yuslashtirib, ko'zlar yoshlanadi. Aksincha, xushxabar tufayli jon, qalb shodlansa, yuzimizga tabassum qalqiydi. Qo'llarimiz chapak uradi. Qadamlarimiz o'ynoqi bo'lib qoladi. Demak, jism uchun jonning holati, undagi hislar muhim ekanda. Ha, bu haqiqat. Garchi qalb yig'lab, yuz zo'rma-zo'raki kulsa, bu holat samimiy bo'la olmaydi. Sizni kuzatib turgan odam albatta bu nosamimiy holat ekanligini sezadi. Demak, jon jism uchun sharoit, ya'ni holat yaratuvchi ekan. Lekin hislarimiz doimo yaxshi, yomon bo'laklarga bo'linadi. G'azab, mehr, hasad, havas, xafalik, shodlik. Jonimizda qaysi holat bo'lsa, jism ham o'z hayotini shunga muvofiq o'tkazadi. Buni anglab yetdik. Endi 3-birlik, ya'ni ruh nima degan savolga to'xtalamiz. Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam ruh Alloh iznidagi bilim degan ekanlar. Men ruh nimaligini, uning tarkibi qandayligini o'rganmoqchi emasman. Bu ilm Alloh iznida. Men faqat kalomda aytilganday odamga puflab kiritilgan ruh qayerdaligini, uning jismdagi vazifasi nimadan iboratligini anglab yetmoqchiman xolos. Jism harakati va jondagi his holatlar uchun nima zarur deb o'zimga o'zim savol beraman. Tiriklik, hayot kerak degan so'zlar aqlimga keladi. Axir tirikligim, hayotligimning asl sababi nafas-ku. Nafasim to'xtagach, jismim o'ladi. Jonim siqilmay qo'yadi. Jismim harakatsiz, falaj bo'lsa-da, jonim xoh yig'lasin, xoh kulsin, baribir nafas olaveraman. Bundan xulosa shuki, nafas jismimdan ham, jondagi holatimdan ham ulug'roq, muhimroq ekan. Nafasim har soniyada ichimga kiradi, meni tiriltiradi, harakatimga, his-tuyg'ularimga hayot baxsh etadi. Nafsim jarayonlarining egasi, uni boshqarib turuvchi hojasi ruhim ekan.
ey Allohimning o'z ruhidan menga berilgan ruhi ekanligini tasdiq etdim. Jonim ichida yashiringan, yashayotganligim, tirikligim, hayotligim sababchisi ruhimni topdim, oldim va uni tanidim. Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning odam o'zini qanday tarkib topganini anglab yetsa edi, Allohni tanigan bo'lar edi degan hikmatlarini mana endi tushundim. Jismimni jonimda tiriltirib turgan ruhim yashasin. Uning jismimda borligiga shukr. Ruhimni u borligi uchun olayotganim bebaho nafasim faqat Alloh buyurgan amallargagina sarflashga bel bog'lab, jonimda faqat yaxshi ezgu xislatlar, mehr, kechirim, itoat, sabr, rizo, shafqat bo'lishi uchun harakat qilaman. Har bir nafasim uchun shukr qilib suyunaman. Endi qaytarib bo'lmaydigan kechagi kunimni, og'riqlarni, alamlarni, shodliklarni unutaman. Hozirgi nafasim balki eng so'nggisi bo'lib qolar. Shu sababli ertangi kunimga Allohga izn beraman. Modomiki ruhim mehribon va rahimdil Allohning mulki ekan, shu sabab olayotganim nafas ezgulikka, yaxshilikka sarf qilinishi kerak. Shunday paytlar bo'ladiki, aqlsizlik qilib, ruhim nafsimdan foydalanib, jonimga g'azab uyg'otganman, kibr qilganman, hasadga yo'l berganman, o'zgani qarg'aganman. Demak, ruhimni shu gunohlar uchun sarf qilganman. Bu qanday dahshat! O'sha gunohlar qilishlikdan-da og'irroq nafasni yomonlikka sarflash gunohi borligini bilmagan ekanman. Aytaylik, aroqxo'r nafas olyapti, ya'ni ruhi bor. Demak, u o'z ruhiga aroq ichkizyapti. Zinokorda shu ruh mavjud. U olayotgan nafasini tirikligidan, ya'ni ruhidan foydalanib zino qilyapti. Qalbim dahshatda. Yaratgan egam, o'zingga shukr. Sening mulking bo'lgan ruhimizni shunday qabih ishlarga sarf qilganimizga chidaganing uchun shukr. Iltijo qilaman, men kabi o'zgalarga ham ruh haqiqatini anglat. Mana ruh haqiqatini anglatgan kim? Iblismi yoki Rahmon? Marhabo Sobijanimni.